O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasi. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millatlarning tillari, urf-odatlari va an'analarini hurmat qilinishini ta'minlaydi va ularning rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasi. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy va ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylash shartdir. Hurmatli hamkasblar, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bayrami bilan hammalarni muborakbod etamiz. Hammalarga bayram muborak.